qish ortda qoladi. Qaldirg'ochlar qaytib keladi. Ular uyalar quradilar va suv bo'yida chivinlar bilan oziqlanadilar. Ammo dunyo tobora isib bormoqda va suvdan foydalanish imkoniyati tobora kamayib borayapti. Ko'pgina uylarda xavfsiz suv butilkalarida keladi. U saqlanadi, tashiladi, tanlanadi. Oddiy tanlov bu noaniqlikdan darak beradi. Suv yetishmasa, vaqt ham o'zgaradi. Qizlar ko'proq uy ishlariga yordam beradi va o'qishga kamroq vaqt ajratishadi. Ayollarga oilani salomatligi, mas'uliyati yuklangan. Lekin suv qadrlansa, tenglik kuchayadi. Salomatlik mustahkamlanadi. Imkoniyatlar kengayadi. Har bir tomchi qadrlansa, har bir ovoz eshitiladi. Suvni tejang, nosoz quvurlarni tuzating. Suvni ifloslantirmang. Mahalliy va mavsumiy oziq-ovqatni tanlang. Tabiatni muhofaza qiling. Imkoningiz boricha hissa qo'shing. Tenglik uchun suv, imkoniyatlar uchun suv, hayot uchun suv.